Bugun sizga Koreyadan eksport qilinadigan ikkita mashhur AMG kupeni ko'rsatib o'taman. Mercedes GLC 43 AMG kupe va GLE 53 yoki GLE 53 AMG kupe. Bu ikkalasi ham sport, ikkalasi ham premium, lekin xarakteri butunlay boshqacha va narxlari ham tubdan farq qiladi. Ko'pchilik GLC va GLE ni bir xil deb o'ylaydi, lekin narxida $30,000 ga yaqin farqi bor. Qaysi biri olishga arziydi, ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum Leonex avto kuzatuvchilari. GLC 43 AMG kupe mashinamizni ko'rishga kelganmiz. Bu yerda Maybach turibdi. Undan oldin buni bir ko'ramiz. Xo'p, mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Plyonkalari ham yechilmagan. Mashinamiz ovozlari o'zga bir dunyo. Head-up display, panorama, bu yerda ключimiz ikkita, drive mode, sport plus, komfortga qo'yib qo'yamiz. Qismini ko'ramiz. Bismillah. Eng chiroylilaridan desak bo'ladi, eng zo'r dizayni desak bo'ladi. Orqa qismini ko'ramiz. Orqa qismi ham anchagina keng, albatta yangilik uchun uni o'ziga yarasha sovg'alari bo'ladi. Tortsa ham bo'lar ekan. Shurub qilsak bo'ladi. Yopib qo'yamiz. Leonex avtoga aloqaga chiqaverasizlar. Turbo formatik, ya'ni 4 ta balon ham aylanadi. GLC 43 AMG kupe 3 lik motor va 6 biturbo 385 ot kuchiga ega. Bu yerda Maybach turibdi. Maybach ham o'zga dunyo. Bu ham status, ham premium, ham tezlik hissini beradi desak bemalol bo'ladi. Narxi $77,500. Leonex Avto YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yinglar. Inshaalloh bundan ham zo'r mashinalarni zo'r narxlarda qo'yib boramiz. Leonex Avto YouTube kanalida Koreyadagi boshqa avtomobillar salonlari va narxlarini tanishtirib o'tganmiz. Kanalimizga kirib obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, keyingi mashinamiz GLE 53 AMG kupe formatik. Mashinamiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan, yangi turibdi. Narda grey rangda. Salon qismini ko'rsatib o'taman. Bismillah. Demak, qora bilan qizil rangni kombinatsiya qilishgan. Bu yerda karbon. O'rindiqlari, ba'zi joyda selofanlarini ham yechishmagan. Panorama lyuk. 53 AMG da, demak, ekran tabloda bitta qilib qo'yishgan. GLC da bitta ekran bu yerda, bitta ekran o'rtada turadi. Demak, bitta farqlardan, albatta bu ko'proq premium, luxury hissiyotni beradi. Demak, drive modni ko'ramiz. Sportga qo'yib ko'ramiz. Sport plusga o'tkazamiz. Sport plusga o'tkazganimizda srazu mashinani ovozi ham o'zgaradi. Gap yo'q, komfortga qo'yib qo'yamiz. GLE 53 0 dan 100 ga 5.3 sekundda chiqadi. GLC 43 4.9 5 sekund atrofida chiqadi. Sezilarli millisekundda farqi bor. GLC tezroq. Demak, bu yerda kuchimiz ikkita. Panorama lyuk, o'z tepasida selofani bo'lganligi uchun lyuki ochilmaydi. Head-up display. Bu da hammasi karbon.
narsalar avval olinmagan. Korobkalar ham joyida turibdi. Orqasi ham yaxshigina keng. Oila uchun ham zo'r mashina desak bo'ladi. Bagajini ko'ramiz. Bismillah. Demak, bagaji ham o'ziga yarasha kengina. Interior parfyumi AMG GLE 53 AMG Coupe 3 litrlik motor, inline 6 turbo plus EcoBoost 435 ot kuchiga ega. GLE 53 nafaqat kuchliroq, balki yangi texnologiya bilan mild gibrid bilan keladi. Bu start paytida qo'shimcha tortish kuchini beradi. Baloni ham anchagina katta. Gazni bossangiz mashina og'ir bo'lsa ham darrov qo'zg'aladi, ya'ni tez tortadi. Bu mild gibrid sababi. Agar oilaviy minib yurmoqchi bo'lsangiz, albatta GLE ancha qulay, GLC esa ko'proq sportroq avtomobil desak bo'ladi. Tezligiga ham gap yo'q mana. Mashinamizning narxi 123-124 ming dollar. Agar status, komfort va katta premium SUV xohlasangiz, albatta GLE 53 boshqa daraja deb o'ylayman. Koreyadan eksportda GLC 43 arzonroq tushadi va sotilishi tez. GLE 53 esa qimmatroq, lekin prestij segment uchun kuchli talab katta. GLE Coupe ko'proq arab bozori uchun mashhur, GLC Coupe esa Yevropada ko'p sotiladi. AMG Exhaust ovozi ham GLC da agressivroq. Xo'p, sizning fikringizcha GLC 43 yoki GLE 53 AMG qaysi biri puliga arziydi? Yonex Auto YouTube kanalida Koreyadagi boshqa avtomobillar salonlari va narxlarini tanishtirib o'tganmiz. Kanalimizga kirib obuna bo'lib qo'ying.